poxod qilmaydi, 50 yillab yuziga qaramaydi, hech narsa qilmaydi, kelib bitta ukol bilan zo'r rezultat olmoqchi bo'ladi. Или там nimaga menda unaqa qo'shnimnikidek bo'lmadi, или nimaga menda anunikidek bo'lmadi deb kelishadi. Baraka topkurlar deyman, uyda ham ishlanglar. Qarash kerak, yuzga yordam berish kerak. Yevro remontni men qilib beraman, lekin har kun уборка qilmasanglar, changlarni artmasanglar, yig'ishtirmasanglar uyni, nima bo'lib ketadi u yevro remont? Bittada yo'q bo'lib qoladi. Xuddi shunaqa yuzimiz ham. Men fundamentni yaxshilab beraman, o'sha rom, tom o'zinglar yopasizlar. Avtorskiy kokteyl muolajasini tugatdik. Avtorskiy kokteyldan keyin bu eng zo'r rezultat beradigan narsa Dermapen. Dermapen muolajasi. Dermapen bizga nima qilib beradi? Yuzdagi chandiqlarni tekislaydi. Poralarni tortadi. Yuzdagi notekisliklar, yuzdagi xiraliklar ketadi. Teri ancha silliqlashadi, tortiladi, lifting effekt beradi va terida bilsanglar ko'pchilikda qanaqadir budirlik bor, notekislik. Chandiq bo'ladimi, u pora bo'ladimi yoki terini o'zida shunaqa notekisliklar bo'ladi. Ana o'shalarni juda ham zo'r stimulировать qilib, ancha terida ichkarida kokteyl ishlaydi, kollageni kokteyli, ustidan Dermapen kollagenga stimulyatsiya beradi, yana ham aktivni ishlab chiqarishga. Mana bu esa Exosoma. Exosoma preparatiga o'tganman. Hozir bilasizlar, Dermapenda Exosoma nomer 1 hozir именно Dermapenda ishlash uchun. Men Exosomani inyeksionni ishlamayman. Faqatgina Dermapen bilan ishlash uchun. Men Exosomani inyeksionni ishlamayman, faqatgina Dermapen bilan ishlayman. Chunki Dermapenda Exosoma именно rogovoy sloyda juda ham zo'r rezultat beradi, kollagenni zo'r tiklab beradi. Kstati, ko'pchilikni qiziqtiradigan narsa, Dermapen одноразовый bo'ladi, ham o'rtoqlar mana. Cartridge одноразовый bo'ladi. Bu sterilni upakovkadan chiqadi. Bitta patsiyent o'ziga qo'yiladi va keyin utilizatsiya qilinadi, ya'ni tashlab yuboriladi. Hamma narsa bizda одноразовый. Mnogorazовый narsa umuman ishlatilmaydi. Oddiy choyshabingizgacha, kistishkangizgacha hamma narsa одноразовый. Поэтому qo'rqish kerak emas kosmetologiyada o'rtoq. Yuzingizni demak oddiy suvga yuvasiz, хорошо, без умывалки, без пенки. Sterilniy voda bo'lmaydi. Hech narsa bugun bo'lmaydi, absolutно. Значит, yuvishimiz bilan qo'lingizga maxsus maz beriladi, o'zim tayyorlaydigan mazu. O'sha mazni surasiz. Hamma gap shu mazda. Xo'p, Dermapendan keyin восстановлениyangiz, regeneratsiyangiz, teri tinchlanishi, oziqlanishi va eng asosiysi Dermapendan keyin dog' tushmasligi o'sha mazga bog'liq. Xo'p, maz tugaguncha u spetsialniy bitta protseduraga moslab solingan idishga tugaguncha har kun kechasiga surib yotasiz. Ko'chaga, quyoshga mumkin emas u maz bilan. Ertadan обязательно SPF bilan chiqasiz ko'chaga. O'rtoqlar, bizda ish jarayonlari qizg'in. Mana patsientlar yotishibdi. Lekin kofe o'z vaqtida bo'lishi shart. Без кофе нельзя. Chunki kosmetolog uyg'onmasa, natijalar yaxshi bo'lmaydi. To'g'rimi qizlar? Mazza qilib yotishibdi patsientlar. Bu yerda ham ishlar qizg'in mana. Administrator, direktor hamma o'z ishi bilan band. Go'zallik hamma yoqda. Shunaqa. Mana bu oynani qaranglar deydi. Har safar shuni oldiga kelsam, mazza oson ko'rsatadi. Kelib, sizlarga shu joylarda davaychi. Rasam videolarga tushib, bizani отметкаlar qilinglar. Xorazmlik qizlar, kutaman hammangizni.